Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira, ya'ni ayrim toifadagi fuqarolar uchun transportdan bepul foydalanish tartibi bekor qilinadimi yoki yo'qmi? Bu savol hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchilar, talabalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va har kuni avtobus, metro yoki yo'nalishli transportdan foydalanadigan odamlar uchun bu mavzu bevosita cho'ntakka ta'sir qiladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bu yerda faqat gap so'zlarni emas, masalaning mohiyatini, kimga ta'sir qilishini, qanday hujjatlar kerak bo'lishini va oddiy odam hozirdanoq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday o'zgarishlar haqida vaqtida xabardor bo'lish har birimiz uchun juda muhim. Avvalo, men masalani oddiy qilib ajratib beraman. Bepul yo'l kira deganda ko'pchilik bitta narsani tushunadi. Ayrim fuqarolar transportda pul to'lamaydi. Lekin amalda bu tizim bir nechta qatlamdan iborat. Kimdir to'liq bepul yuradi, kimdir chegirma bilan yuradi, kimdir faqat ma'lum kunlarda yoki ma'lum transport turida imtiyozga ega bo'ladi. Ba'zi imtiyozlar respublika darajasidagi hujjatlar bilan belgilanadi. Ba'zilari esa mahalliy hokimliklar yoki transport tashkilotlari qarorlari asosida ishlaydi. Oldin tizim ko'proq qog'oz hujjat, guvohnoma, ma'lumotnoma yoki haydovchiga ko'rsatib o'tiladigan imtiyoz kartasi orqali ishlagan. Masalan, odam avtobusga chiqadi. Pensionerlik guvohnomasini yoki nogironlik hujjatini ko'rsatadi. Haydovchi yoki nazoratchi uni bepul o'tkazadi. Bu oddiy ko'ringani bilan muammolari ko'p edi. Birinchidan, haydovchi har bir hujjatning haqiqiyligini tekshira olmaydi. Ikkinchidan, ayrim odamlar muddati o'tgan hujjat bilan yurishi mumkin. Uchinchidan, transport korxonasi aslida qancha imtiyozli yo'lovchi tashiganini aniq bilmaydi. To'rtinchidan, davlat yoki mahalliy byudjet transport tashkilotiga kompensatsiya ajratish kerak bo'lsa, hisob kitob taxminiy bo'lib qoladi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy yo'nalish shuki, davlat bepul yo'l kira tizimini butunlay yo'q qilishdan ko'ra, uni aniq hisoblanadigan, raqamlashtirilgan va manzilli tizimga o'tkazishga harakat qilmoqda. Ya'ni savol shunchaki, bekor qilinadimi emas. To'g'ri savol bunday bo'lishi kerak. Kimning imtiyozi saqlanadi? Kimniki qayta ko'rib chiqiladi? Bepul yurish pul kompensatsiyasiga aylantiriladimi? Va bundan keyin odam transportga qanday hujjat bilan chiqadi? Mana shu joyini tushunmasak, mishmishlardan qo'rqib qolamiz. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Har qanday transport islohoti 3 ta maqsad atrofida bo'ladi. Birinchisi, transport korxonalarining zarini kamaytirish. Ikkinchisi, ijtimoiy yordamni haqiqatan muhtoj odamga yetkazish. Uchinchisi, imtiyozlardan suiiste'mol qilishni kamaytirish. Ammo bu jarayonda eng katta xavf shundaki, tartib o'zgarganda oddiy odam hujjatini vaqtida yangilamasa, karta ochmasa yoki ariza bermasa, u amalda imtiyozdan foydalana olmay qolishi mumkin. Qog'ozda huquqi saqlanadi, lekin avtobusda yoki metroda turniket uni o'tkazmaydi. Shuning uchun men bugun aynan amaliy tomonini keng tushuntiraman. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Men buni toifalar bo'yicha tushuntiraman. Agar siz yoki oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, urush yoki mehnat faxriysi, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila a'zosi, kam ta'minlangan oila vakili, talaba yoki maktab o'quvchisi bo'lsa, bu mavzu sizga tegishli. Chunki islohot aynan imtiyozlarni tekshirish, tartibga solish va raqamli tizimga bog'lash bilan boshlanadi. Bu degani hamma imtiyoz bekor bo'ladi degani emas. Bu degani kim imtiyoz olish kerakligi aniq bazalar orqali ko'riladi. Masalan, oddiy bir vaziyatni olaylik. Toshkent shahrida yashaydigan 68 yoshli pensioner ayol har kuni poliklinikaga, bozorga va nabirasining uyiga boradi. U oyiga o'rtacha 40 ta marta transportga chiqadi. Agar bitta qatnov 2000 so'm deb olsak, oyiga naqaman 1000 so'm chiqadi. Agar u ikki transport almashsa, masalan, avtobusdan metroga o'tsa, bu summa mana 20 yoki mana 6000 so'mgacha bo'lishi mumkin. Pensioner uchun bu kichik pul emas. Agar bepul yo'l kira o'rniga kompensatsiya beriladigan bo'lsa, masalan, oyiga 5000 so'm, unda savol tug'iladi. Bu pul uning real qatnov xarajatini qoplaydimi? Agar u kam yuradigan pensioner bo'lsa, bu unga qulay bo'lishi mumkin. Lekin har kuni shifoxonaga qatnaydigan odam uchun yetmasligi mumkin. Ikkinchi misol. Nogironligi bo'lgan bir yigit reabilitatsiya markaziga haftasiga 3 marta boradi. U uydan markazgacha 2 transportda qatnaydi. Bir borib kelishi 4 ta qatnov bo'lsa, haftasiga 12 ta qatnov, oyiga 22 ta qatnov bo'ladi.
Har bir qatnov 2000 so'mdan hisoblanganda 96 ming so'm. Lekin ayrim hollarda u maxsus transport yoki taksidan ham foydalanishga majbur bo'ladi. Chunki bekat uzoq, yo'laq moslashmagan yoki avtobusga chiqish qiyin. Agar reforma faqat avtobus va metro chiptasini hisobga olsa, bunday odamning haqiqiy muammosi yechilmaydi. Shuning uchun imtiyozlarni qayta ko'rishda faqat kim bepul yuradi degan savol emas, u odam haqiqatan qanday sharoitda harakatlanadi degan savol ham muhim. Uchinchi misol, talaba viloyatdan shaharga kelib o'qiydi. U yotoqxonadan universitetga har kuni qatnaydi. Bir kunda 2 marta transportga chiqsa, oyiga iriga o'qish kuni uchun qitim-to'r qatnov bo'ladi. Har bir qatnov 2000 ming so'm bo'lsa, 12 ming so'm. Agar qo'shimcha kursga yoki kutubxonaga ham borsa, bu 20 ming so'mga yetadi. Talabaning daromadi yo'q yoki juda cheklangan. Shuning uchun talabalarga imtiyoz berish masalasi faqat ijtimoiy yordam emas, ta'limga kirish imkoniyati masalasi hamdir. Agar transport qimmatlashsa yoki imtiyoz noto'g'ri tartibga solinsa, ayrim talabalar darsga kamroq borishni boshlaydi. Bu esa ta'lim sifatiga ta'sir qiladi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz imtiyozdan foydalanmasangiz, lekin har kuni oddiy tarifda yursangiz, bu reforma sizga ham bevosita emas, bilvosita ta'sir qiladi. Nega? Chunki transport korxonasi qancha bepul yo'lovchi tashishini aniq bilsa, tarif siyosatini ham aniqroq qiladi. Ayrim hollarda imtiyozlar tartibga solinsa, oddiy yo'lovchilar uchun tarif keskin oshmasligi mumkin. Ammo buning aksi ham bo'lishi mumkin. Agar kompensatsiya tizimi yaxshi ishlamasa, transport korxonasi zararini oddiy yo'lovchi hisobidan qoplashga urinadi. Demak, imtiyozingiz bo'lmasa ham bu mavzu sizning yo'l kira narxingizga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda yana bir muhim nuqtani aytaman. Bepul yo'l kira bekor qilinadi degan gap ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Ba'zan bepul yurish bekor qilinadi degani imtiyoz pul ko'rinishida beriladi degani bo'lishi mumkin. Masalan, odam transportda kartadan pul to'laydi, lekin oy oxirida davlat unga ma'lum summa qaytaradi. Yoki aksincha, odamga maxsus transport kartasi beriladi. U kartada limit bo'ladi. Oyga olinta bepul qatnov, bu ham bepul yo'l kira hisoblanadi, lekin u cheksiz emas. Yana bir variant, faqat ijtimoiy himoya reyestriga kirgan odamlar imtiyoz oladi, boshqa toifalar esa chegirma bilan yuradi. Shuning uchun har bir yangilikda bekor qilindi degan sarlavhadan qo'rqishda oldin konkret mexanizmga qarash kerak. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xavflar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala, ro'yxatdan o'tgan joy va haqiqiy yashash joyi. Juda ko'p odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, fuqaro viloyatda ro'yxatda, lekin Toshkentda ishlaydi yoki o'qiydi. Agar imtiyoz mahalliy bazaga bog'lansa, u qayerda foydalanishi mumkin? Toshkent transportida uning viloyatdagi imtiyozi tan olinadimi? Bu savolga tartib aniq javob berish kerak. Aks holda odam hujjat bo'yicha imtiyozli, lekin amalda transport tizimi uni tanimaydi. Ikkinchi nozik masala, imtiyozning muddati. Nogironlik guruhi muddati uzaytirilishi kerak bo'lgan holatlar bor. Talabalik guvohnomasi har o'quv yilida yangilanadi. Kam ta'minlangan oila maqomi ham ma'lum muddatga berilishi mumkin. Agar sizning maqomingiz bazada eskirgan bo'lsa, transport kartangiz ishlamay qolishi mumkin. Masalan, talaba sentyabrda o'qishini davom ettiryapti, lekin universitet ma'lumotni tizimga vaqtida kiritmagan. Natijada karta bloklanadi yoki chegirma chiqmaydi. Talaba aybdor emas, lekin transportda u pul to'lashga majbur bo'ladi. Shu sababli raqamlashtirish qulay bo'lsa ham, bazalar o'rtasidagi uzilishlar oddiy odamga muammo keltiradi. Uchinchi nozik masala, limit. Agar bepul qatnovga oyga limit qo'yilsa, u kim uchun yetarli, kim uchun yetarli emasligini alohida hisoblash kerak. Masalan, oyga 6 ta bepul qatnov berildi deylik. Bu haftasiga 5 kun ishga yoki o'qishga borib keladigan odam uchun zo'rg'a yetadi. 22 ish kuni, kuniga 2 qatnov, jami 4 qatnov. Agar yo'lda transport almashtirsa, 8 qatnov bo'ladi. Oylik qatnov limiti bir transport bilan yuradigan odamga yetadi, 2 transport bilan yuradigan odamga yetmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, limit belgilansa, faqat o'rtacha odamga emas, real yo'nalishlarga qarash kerak. 4-masala, hamma transport turlari bir xil qamrab olinmaydi. Avtobus, metro, tramvay, yo'nalishli taksi, shahar atrof poyezdi, viloyatlararo avtobus, bularning har birida alohida tartib bo'lishi mumkin. Odam esa hayotda bunday ajratmaydi. Unga manzilga yetib olish kerak. Masalan, bir ona farzandini maxsus maktabga olib boradi. Uydan maktabgacha avval yo'nalishli taksi
keyin metro, keyin avtobus kerak. Agar imtiyoz faqat avtobus va metroda ishlasa, yo'nalishli taksi xarajati uning zimmasida qoladi. Shuning uchun reforma e'lon qilinganda qaysi transport turlari qamrab olinishi juda muhim. 5-masala, karta yo'qolsa yoki telefon ishlamasa. Hozir ko'p tizimlar plastik karta, transport kartasi yoki mobil ilovaga bog'lanadi. Lekin yo'shi katta odam telefon ilovasidan foydalana olmasligi mumkin. Karta yo'q bo'lsa, uni tiklash bir necha kun olishi mumkin. Shu vaqt ichida odam transportdan qanday foydalanadi? Vaqtinchalik ma'lumotnoma beriladimi? Yoki u to'liq pul to'laydimi? Bunday savollar oddiy ko'rinsa ham amalda juda muhim. Chunki pensioner yoki nogironligi bo'lgan shaxs uchun bir hafta transport xarajati ham sezilarli yuk bo'lishi mumkin. 6-masala. Nazorat va jarima. Agar tizim elektron bo'lsa, nazoratchi kartani tekshiradi. Lekin karta egasi bilan foydalanuvchi bir odammi? Ayrim odamlar imtiyozli kartasini qarindoshiga berib qo'yishi mumkin. Davlat shuni kamaytirishga harakat qiladi. Buning uchun karta shaxsga bog'lanadi. Ayrim hollarda surat bilan chiqadi, ayrim hollarda pasport ma'lumotlari bilan tekshiriladi. Lekin bu yerda ham muvozanat kerak. Nazorat kuchli bo'lishi kerak, ammo inson sha'ni kamsitilmasligi kerak. Masalan, avtobus ichida pensionerning hujjatini hammaning oldida tortishib tekshirish noto'g'ri. Tizim shunday bo'lishi kerakki, tekshiruv tez, xolis va hurmat bilan o'tsin. 7-masala, pul kompensatsiyasi inflyatsiyaga moslashadimi? Agar davlat bepul yurish o'rniga oyiga falon so'm beramiz desa, bu summa bugun yetishi mumkin, lekin bir yil o'tib yo'l kira oshsa, yetmay qoladi. Masalan, bugun 100 ming so'm eshimta qatnovni qoplasa, tarif o'sha 300 ming so'm bo'lsa, o'sha 100 ming so'm 33 ta qatnovga yetadi. Shuning uchun kompensatsiya tizimida avtomatik qayta hisoblash mexanizmi bo'lishi kerak. Aks holda imtiyoz qog'ozda saqlanadi, amalda esa qadrsizlanadi. 8-masala, bir oilada bir nechta imtiyozli shaxs bo'lishi mumkin. Masalan, oilada pensioner ota, nogironligi bo'lgan ona va talaba farzand bor. Har biri alohida imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin ijtimoiy yordam tizimi ba'zan oilaviy daromadga qaraydi. Transport imtiyozi esa shaxsiy ehtiyojga qarashi kerak. Chunki pensioner otaning qatnovi boshqa, talaba farzandning qatnovi boshqa. Bitta oilaga umumiy limit berish adolatli bo'lmasligi mumkin. Har bir odamning maqomi va real harakati alohida baholanishi kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqinlaringiz qaysi imtiyoz toifasiga kirishini aniq bilib oling. Men pensionerman, men talabaman, men nogironlik guruhidaman deyishning o'zi yetmaydi. Qaysi hujjat asosida, qaysi muddatga, qaysi tashkilot tomonidan berilganini tekshiring. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, talabalik guvohnomasi, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilganlik ma'lumoti. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bularning hammasi tartibli saqlanishi kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarning muddati o'tmaganini tekshiring. Bu juda oddiy, lekin ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Agar nogironlik guruhi muddati tugayotgan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq jarayonni oldindan boshlang. Agar talaba bo'lsangiz, dekanat yoki o'quv bo'limidan ma'lumotlaringiz elektron bazaga kiritilganini so'rang. Agar pensioner bo'lsangiz, pensiya ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmatlar orqali tekshirib oling. Agar kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda bo'lsangiz, ijtimoiy himoya bo'limidagi maqomingiz faolmi yoki yo'qmi, shuni aniqlang. 3-qadam, transport kartasi yoki elektron to'lov vositasi kerak bo'lsa, uni oldindan rasmiylashtiring. Ko'pincha odamlar oxirgi kunga qoldiradi. Keyin navbat ko'payadi, tizim sekinlashadi, ma'lumot topilmaydi. Agar sizga shaxsiy karta kerak bo'lsa, pasport yoki ID karta, telefon raqami, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, ayrim hollarda fotosurat kerak bo'lishi mumkin. Agar karta bank kartasiga bog'lansa, bankdagi ma'lumotlaringiz ham to'g'ri bo'lishi kerak. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, keyingi tasdiqlashlar osonroq o'tadi. 4-qadam, ariza yozish kerak bo'lsa, aniq va qisqa yozing. Arizada kim ekaningiz, qaysi imtiyozga da'vo qilayotganingiz, qaysi hujjatlar asosida, qaysi transport turida foydalanmoqchi ekaningiz ko'rsatiladi. Masalan, men falonchi pensioner sifatida shahar jamoat transportidan imtiyozli foydalanish huquqimni elektron transport kartasiga bog'lab berishingizni so'rayman degan mazmunda yoziladi. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, muntazam tibbiy muolaja va reabilitatsiya uchun qatnayman degan izoni ham qo'shishingiz mumkin.
Har doim arizangizda nusxa yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam. Rad javobi olsa og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizga bazadan chiqmadi. Sizga tegishli emas, keyin keling deyishlari mumkin. Bunday vaziyatda yozma javob so'rang. Qaysi asos bilan rad etilganini bilmasangiz, muammoni tuzata olmaysiz. Agar ma'lumot bazada xato bo'lsa, uni tuzatish kerak. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, yangilash kerak. Agar xodim noto'g'ri tushungan bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak. Yozma javob bo'lmasa, keyingi shikoyat ham qiyinlashadi. 6-qadam. Real qatnovlaringizni hisoblab chiqing. Bu juda foydali. Bir oy davomida nechta qatnov qilasiz, qaysi transportdan foydalanasiz, necha marta almashasiz, shuni yozib boring. Masalan, ishga borish uchun ertalab avtobus va metro, kechqurun metro va avtobus, bir kunda 4 qatnov. Oyga 22 ish kuni bo'lsa, 48 qatnov. Agar sizga 6 ta bepul qatnov taklif qilinsa, siz aniq ayta olasiz, menga yetmaydi. Chunki real ehtiyojim 48 qatnov. Bunday hisob kitob murojaat qilganda juda kuchli dalil bo'ladi. 7-qadam. Yosh katta qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar yangiliklarni tushunmaydi. Mobil ilova o'rnata olmaydi. SMS kodini topa olmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Oilada bir kishi mas'ul bo'lib, ularning hujjatlarini tekshirib bersa, karta ochib bersa, telefon raqamini bog'lab bersa, keyinchalik katta muammo oldi olinadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning imtiyozi bor, lekin farzandlari hujjatlarni tartibga solmagani uchun u bir necha oy pul to'lab yuradi. Bu adolatsizlikdek ko'rinadi, lekin ko'pincha sabab oddiy e'tiborsizlik bo'ladi. 8-qadam. Faqat ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ishonmang. Reforma haqida rasmiy hujjat, qaror loyihasi, transport boshqarmasi yoki tegishli vazirlik izohi chiqsa, o'shani o'qing. Sarlavhalar ko'pincha qo'rqinchli bo'ladi. Bepul yo'l kira tugaydi. Hamma pul to'laydi. Imtiyozlar bekor bo'ladi. Lekin matnni o'qisangiz, u yerda aslida karta joriy etilishi, limit belgilanilishi yoki kompensatsiya tartibi muhokama qilinayotgani yozilgan bo'lishi mumkin. Farq juda katta. Shuning uchun men doim manbani tekshirishni maslahat beraman. 9-qadam jamoaviy fikr bildirishdan tortinmang. Agar loyiha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilsa, oddiy fuqaro ham taklif berishi mumkin. Taklifingiz hissiyot bilan emas, aniq misol bilan bo'lsin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun limit kamida oyiga 100 qatnov bo'lishi kerak. Chunki reabilitatsiya va davolanishga qatnashda transport almashish holatlari ko'p deb yozish mumkin. Yoki talabalar uchun imtiyoz faqat dars kunlari emas. Kutubxona va amaliyot kunlarini ham hisobga olishi kerak deb taklif berish mumkin. Aniq taklif ko'proq eshitiladi. 10-qadam. O'z huquqingizni biling, lekin transport xodimi bilan janjal qilmang. Haydovchi yoki nazoratchi ko'pincha tizimdagi muammoni hal qila olmaydi. Agar karta ishlamasa, u sizni bepul o'tkazishga majbur bo'lmasligi mumkin. Chunki uning ham tekshiruv va hisoboti bor. Muammoni transport operatorining mijozlar xizmati, hokimlik transport bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organi orqali hal qilish kerak. Janjal vaqtni oladi, natija bermaydi. Ba'zan jarima yoki boshqa noxush holatga olib keladi. Eng kuchli yo'l hujjat, ariza, yozma javob va rasmiy murojaat. Demak, asosiy xulosa shuki, bepul yo'l kira masalasida eng muhim narsa sarlavhaga emas, mexanizmga qarash. Imtiyozlar butunlay bekor qilinadimi, qisman saqlanadimi? Elektron kartaga o'tadimi? Limit bilan beriladimi yoki pul kompensatsiyasiga aylantiriladimi? Bularning har bir odamlar hayotiga turlicha ta'sir qiladi. Menimcha, adolatli reforma shunday bo'lishi kerak. Haqiqatan muhtoj odam imtiyozsiz qolmasin, transport korxonasi qilgan xizmatini aniq hisoblay olsin. Davlat byudjeti esa pullarni nazoratisiz emas, manzilli sarflasin. Siz hozirdan qiladigan ishlar oddiy. Hujjatlaringizni tekshiring. Imtiyoz maqomingiz bazada bor yo'qligini aniqlang. Transport kartasi kerak bo'lsa rasmiylashtiring. Real qatnovlaringizni hisoblang va o'zgarishlar bo'yicha rasmiy manbalarni kuzating. Ayniqsa oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs yoki talaba bo'lsa, bu ishni ortga surmang. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Bepul yo'l kira saqlanishi kerakmi? Limit bo'lishi kerakmi yoki pul kompensatsiyasi yaxshiroqmi? Izohlarda albatta yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot transportdan foydalanadigan har bir odamga kerak bo'lishi mumkin.